bistri rejimga qo'yib, tez kirlarni yuviladiganlarning kir mashinasi shunaqa ahvolda bo'ladi. Poddelka parasha ishlatsanglar ham shu ahvolga kelib qoladi. Buni yechimini hozir ko'rsataman. Kir mashinasi shunaqa yomon bo'lib ketganligi uchun anchadan beri tozalamaganligi zo'r narsa o'rgataman. Xohlagandan bitta olasizlar. Bu bir oyda bir marta qilinishi kerak bo'lgan. Shunaqa очиститель bo'ladi. Hammasi bittada solinadi. Hop, bundan olamiz. Keyin ekotapda limonligi bor. Limon pishovi olsa o'tirmaysizlar, o'zi tayyor. Kir mashinasi uchun chiqarilgan. Bundan olasizlar. Oldiga bitta отбелителdan qo'shamiz. Mana shu uchalasi oldiga nima yaxshi kapsulalar bor. Arielmi, Taydmi, Mifmi bittasidan olasizlar, xohlasanglar ikkita solasizlar-da. Buni hammasini sovarasizlar. Bundan 3 dan 1ni solasizlar. Buni hammasini solib turib, ikkita kapsula solasizlar. Achitga baraban qivorasizlar. Eng zo'r tozalaydigan narsa hozir shu bo'lyapti. Chunki bizani suvlarda nakib juda ham ko'p. Ko'pchilik poddelka parasha ishlatadi yoki faqat bistri rejimda yuvadi. Shuning uchun kir mashina shunaqa yomon kir bo'lib ketgan bo'ladi. Sizlarga ham shunaqa bo'lsa, mana shunaqa qilib yuvib ko'ringlar. Bu sizlarga maslahat, taklif, nima deb bilsanglar ham, xullas eng zo'r tozalaydigan narsa shu bo'ldi.